şeklinin ve hele televizyon okuyulaydılar. O milletin o'tgan tarixin ham bugungi turmushin kuzgiday bek ochiq shamoldirar. Tug'an tilim yazmishi, millat yazmishi. Tatar tili xalqaro maydonda zo'r obro'li tillardan birisi. Shulay bo'lgach, u o'zini saqlagan, hurmat etgan xalqina davlat tili bo'laraq xizmat etadigan to'liq kishiga ega. Bizning tub maqsadimiz bolalarga tatar tilini yarattirib, ularni tilga oshirib o'tirish. Buning uchun zamonaviy metodlarni, usullarni ko'plab ham natijali qo'llanishlar kerak. So'nggi yillarda Maarif ülkesi şahsiz o'zgarishlar kechirdi. O'quv sistemasına elektron texnologiyalarni qabul etib kirdi. Bilimli, kundashlikka salatli turmushda o'z yo'lini toparga hozirlikli, tegishli qarorlar qabul eta bilgan shaxs tarbiyalash uchun ichki ish etuvini yetarli tugul bugun. Bilim ishlariga yangi ko'nikmalar bilan boyitilar, ma'lumot bilan ish etuv salati o'stiriladi. Shaxsni ruhiyatdan tarbiyalashga, kishining axloqiy yuzini formulashtirishga zo'r ahamiyat beriladi. Konkurensiyaga salatli zamon talablaridan chiqib ish eta biladigan ruhiy va fizik yoqdan komil shaxs tarbiyalash darslarining tub maqsadi bo'lib turadi. Tatar tili o'qituvchisi oldida tatar tilini komil bilgan, tatar xalqining milliy traditsiyalarini tanigan, hurmat etgan, ona o'stiruvga azir bo'lgan bolalar tarbiyalab bo'lishi istaladi. Әлеге мақсатқа erishishda tatar tili ham adabiyoti darslarida zamonaviy texnologiyalar ham innovatsion proyektlar qo'llanuv zamonat talabi bo'lib turadi. Narsa so'ng innovatsiya. Innovatsiya latin so'zi bizning tilga tarjima etsak, yangartuv, yangilik, o'zgartuv degan ma'noda. Pedagogik innovatsiya u o'qishni, o'qituv ham tarbiyalash uchun yaxshirishga yo'naltirilgan o'zgarishlar. Onun muhim meseleleri bulup öğreniladigan fanga qiziqishini uyatuv, talib bilim aktivligini o'stirish, aralashuv prosesida o'zaro anglashuv ham yordamlashuv muhitini tug'dirib, o'qishlarning ijodiy sirlarini oshirib ham o'stirib turadi. Tatar tilini ham adabiyotni o'qituvni kompyuterlashtirib, har o'quvchining bilim ishdaligini o'zlashtiruvi, onun tilagi, umtilishini ham salatni qanoatlantirish uchun shartlar tug'dirish yo'lida tag'in bir odim bo'lib turadi. O'qutuv prosesida kompyuter texnologiyalari kirituv ishni davomida natijalarga ketdi. Kompyuter o'quvchi bilan bilimlar sistemasi orasida aralashish bilim olish arasi. Kompyuterdan foydalanish o'qutuv ishlangan boyida o'qutuv prosesini qiziqli, natijali ham ijodiy etib uyushtirishga mumkinlik beradi. Tatar tili darslarida informatsion texnologiyalarni qo'llanuv ustunligi yo'qlari. O'quvchilarning o'quvga qiziqishini ortadi. Dersdə iş formalarini türlüləndirmək mümkün. Tez arada o'quvchilarning bilim ham ko'nikmalari tekshirib olinadi. Illyustrativ material ko'proq qo'llaniladi. O'quvchilar izlanadigan majbur bo'ladilar. Bugun o'qituvchi ijodiy shaxs bo'laraq ko'p o'qirga, adabiyot ham san'at ülkesindagi yangiliklar bilan tanish bo'lirga tugul, yangi pedagog texnologiyalarning eng natijalisini so'ylab olib, o'zlashtirib ishli bilirga tegish. Yangi texnologiyalar bo'yicha ishlav o'qituvchining darslarda turli pozitsiyadan chiqib ishlavini ko'z oldida tutadi. U rejissyor da, o'qituvchi da, o'quvchi da belgili bir ishning uyushtiruvchisi da bo'ladi. Maktabdagi traditsion bir turli o'tkazilgan darslar orasida badiiy bo'lmagan darslar o'tkazuv o'quvchilarning xotirasida nig'roq qoladi. Hozirgi vaqtda darslarda multimedia choralarini yesh qo'llanamiz. Bu texnologiyalarni qo'llanib yangiliklar bilan qiziqishlarga uyatadi. Birinchidan o'quvchilarning bilimlarini formulashtiradi, ikkinchidan suylam ham multimedia choralari bilan ishlash ko'nikmalari formulashadi. Video, audio ham tekst materialini o'zlashtirib, temani kompleksini oshiradi, ona ijodiy qabul etilgan o'quvchilarning aktivligini ko'taradigan bo'lishadi. Prezentatsiya o'quv materialini slaydlar formasida berilgan so'z. Onda turli so'zlar, jumlalar, rasmlar, tablitsiya, sxemalar, audio ham video materiallar ko'rsatiladi. Zo'r ekranda illyustratsiyalar turli zo'rliqda yakiyani ayrim urishlarini, eng ahamiyatlilarini ayirib olib, turli tuslar bilan ko'rsatilgan mumkin. Illyustratsiyalar tekst va belirga yoki muzika fonida berilgan bo'ladi. Bular ishlaganda bola ko'rib ham eshitib qolmay, eng ahamiyatlisi onda emotsiyalar borliqqa keladi. Emotsiyalar kishirishlar oshirib berilgan bilim o'stirishli o'qituvning ham tarbiyaning negizi bo'lib turadi. Bilim beruvda federal davlat bilim beruv standarti zamoncha dars uyushtirishga o'zining talablari qo'yadi. Bugungi darsning tuzilishi, ishtaligi, uyushtiruvi zo'r o'zgarishlar kechiradi. Yangi olimlar qo'llanib,
O'qituvchining uyushtiruv sənəti üstünlüğünü tələb edən, bugün o'qituvchi türkümdə kullanılışı kollektiv iş formaları bilan idare edebilirgen deyir. O'qituvchining rolida o'zgaradi. Ol bilim berishingdan tugul, bilimni o'zlashtiruvda o'quvchilar ishchanligini uyushtiruvchida. Turkumlarda ishlaw o'quvchilarning o'zaro yordamlashuvuna yo'naltirilgan ish formasi. O'qituvchining maqsadi belgili bir bilimlar yig'ilmasini topshirish tugul, bolaning individual o'sishini, uning qiziqisini, sanatin o'stirish uchun shartlar tuzdirib. Bizning bilim berish sistemasida ma'lumot olishig'ini o'qituvchi ham darslik. Turkumlar ishlaganda bolalar o'zlari ma'lumot chig'anog'ini aylanadi. O'quvchilar bir-birisining fikrini tinglab, o'z o'sishga erisha oladi. Biz yangi fikrlarga e'tibor berilgan fan, texnika өлкәсендә әледән-әле яңа ачышлар ясалган, яңалыкка омтыла торган гасырда яшибез. Һәм бүген искечә укыйда, укытада алмыйбыз. Укытуны традицион формада оештыру актуальлыгын югалтты. Білім беруде федераль дәүләт білім беру стандартында чагылыштырылган яңа кыйммәтләргә, яңа сыйфатка һәм яңа білім нәтиҗәләренә таләпләр, гомуми білім берүнең барлык баскычларында укытуның яңа гамәлләрен, аеруча эшчәнлеккә корылган укыту усулларын куллануны сорый. Татар теле дәресләрендә мәгълүмати технологияларны куллануның өстенлеге бәхәссез. Барыннан да элек алар шәхескә юнәлтелгән ныклы һәм вариатив. Төрле технологиялар, компьютер, мультимедиа технологиялары күрсәтмәлелекне, контрольлекне тәэмин итеп һәм күп мәгълүмат биреп, укытуның сыйфатын күтәрергә ярдәм итә, этәргеч бирә. Рәхмәт.